Alloh taolo zikrga beparvo bo'lganlarni hasrat nadomatda qolishini xabarini qildi. Zikrdan g'aflatda bo'lgan inson hasrat nadomatda qoladi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillah va man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Ey mu'minlar, na moli dunyoylar va na bola chaqanglar sizlarni Allohning zikridan to'sib qo'ymasin. Allohni zikr qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kim shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalar. Biz zikrdan nima sababli to'silyapmiz? İşimiz, tirikchiligimiz, tijoratimiz, dunyoviy ishlarimiz. Agar shu narsalarimiz zikrdan to'ssa, Alloh aytayapti, ziyon ko'ruvchi bo'larsizlar. Agar bir odam ishim ko'p, tashvishim ko'p, dunyoviy mashg'ullik bo'ladigan bo'lsa, zikrga, ilm majlisiga beparvo bo'lsa, demak mana shu oyatning ostiga kirib qoladi.